Наши веселые улицы, тут парни гламурные, девчонки фигурные. Эти кому-то бывает. Ай-яй-яй, что же страшно люди, что мы с тобой никогда не будем. Чё? Короче, do'stlar, sizlar bilan hozir unpacking qilamiz. Oh my god. To'y zakaz qilganimga bir kun bo'ldi, bir kun olib berishdi. No. Bir oydan beri pol yig'ib yuruvdim shu kosmetikaga. Birinchisi bu bizadan. Oh my god. Yep, Dior. Ochmadim, sizlarga ko'rsataman deb o'zim hali ochib ko'rmadim. Da, bular hech qaysi original emas, oldindan aytib qo'yaman. Menga kommentariyada har bolani yozib tashlashingiz shart emas. Chunki hozir men bularni sotib olishim sababi, originalni ham ishlatib ko'rganman bu narsalarni, solishtirish. Original bilan qanchalik sifati o'xshash. Ko'rinishi 100 tari o'xshamaydi, конечно. Bu zapas. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я Запасной. Oh my god. Bu Dior kushon. Внешностini solishtiringlar, qanchalik o'xshamaydi. Hoppa. Вот. Ishlatib ko'ramiz. Ничего, keyingisi nima? Tonalka. Ishlatib ko'rganman, to есть meniki emas, opamda bo'lardi. Ishlatib ko'rganman, так что men farqiga bora olmayman. Sponj olib keldik. Вот sponj. Aldaysan Sardor, nimaga birovni aldaysan? Oh my gosh. No, quyu. Oh my god! Quyu tonalka ekan. Men quyu tonalkani juda ham yaxshi ko'raman. Sababi men tonalkani ham shu vaqtgacha faqat suvi bo'lib kelgan. Всем привет! Bu tonalka o'tda. Dior tush. Men o'z Dior tushini ishlatib ko'rmaganman, chestno bugun birinchi marta ishlatib ko'raman. Вообще киприранman. Такой qilib ber, такой. Wow. Keyingisi bizadan. Ko'z uchun paletka. Asosan yaltiroq ranglangan. Bilan ishlataman. Oxiri yetib keldik. Yaltiraymiz qizlar, faqat yaltiraymiz. Birinchidan Dior yoz. Haromdan bo'lgali o'shancha qilganimni ko'tding. Нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста, фaqat sinmagan bo'l.